Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi tartiblar sabab kim pensiyasiz qolishi mumkin? Kimda xavf bor, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot nafaqat pensiya yoshiga yaqinlashganlar uchun, balki hozirdan ishlayotgan, ish staji yig'ayotgan, mehnat daftarchasi qo'lda turgan yoki norasmiy ishlayotgan har bir inson uchun juda muhim. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, onangiz, otangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz ish staji yetadimi deb o'ylayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta tasdiqlanmagan ish davri, bitta to'lanmagan badal keyinchalik odamni pensiyasiz yoki juda kam pensiya bilan qoldirishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu yerda murakkab qonunlarni oddiy odam tushunadigan tilda izohlab beraman. Men eng avvalo masalaning ildizini oddiy qilib tushuntiraman. Avval ko'pchilikda shunday tasavvur bor edi. Odam ko'p yil ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, demak pensiya tayinlanadi. Ko'p hollarda odamlar ishga kirgan, ish joyida buyruq chiqqan, mehnat daftarchasiga muhr bosilgan va shu bilan ish staji hisoblanadi deb o'ylagan. Lekin bugungi tartibda eng katta urg'u faqat yozuvga emas, balki tasdiqlangan mehnat faoliyatiga, rasmiy ishga, to'langan ijtimoiy soliq yoki sug'urta badallari bilan bog'liq ma'lumotlarga, elektron bazadagi qaydlarga qaratilmoqda. Ya'ni odam haqiqatan ishlagan bo'lishi mumkin, lekin agar u davr hujjat bilan tasdiqlanmasa, arxivda ma'lumot topilmasa, elektron tizimda ko'rinmasa, ish beruvchi ma'lumotni topshirmagan bo'lsa, bu davr pensiya stajiga kirmasligi xavfi bor. Dokument DMS sonli hujjat atrofida ko'pchilik endi pensiya bermas ekan, hamma pensiyasiz qolar ekan, stajni bekor qilib yuborishibdi degan gaplarni eshitmoqda. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mutlaqo mumkin emas. Chunki yangi tartiblarning mohiyati shuki, pensiya tayinlashda odamning mehnat staji va daromadlari aniq hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Kimda hujjatlari tartibli bo'lsa, kim rasmiy ishlagan bo'lsa, kimning ish davrlari bazada bor bo'lsa, u odam qo'rqmasligi kerak. Ammo kim norasmiy ishlagan, kimning mehnat daftarchasida xatolar bor, kim kolxoz, shirkat, xususiy korxona yoki yopilib ketgan tashkilotlarda ishlagan hujjatlarini tekshirtirmagan bo'lsa, ana shu odamlar albatta o'z holatini tekshirishi kerak. Avvalgi davrda pensiya masalasida asosiy hujjatlardan biri mehnat daftarchasi edi. Masalan, fuqaro 1905 yildan 2005 yilgacha turli korxonalarda ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida staj hisoblanardi. Agar yozuvlar aniq bo'lsa, muhrlar bo'lsa, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish sanalari to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bu katta dalil hisoblangan. Hozir esa elektron tizimlar kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, mehnat organlari, arxivlar, ish beruvchilar bazalari o'zaro bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni shuki, odam hujjat ko'tarib yurgani kamayadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar sizning ish joyingiz ma'lumotni bazaga kiritmagan bo'lsa, oylik rasmiy hisoblanmagan bo'lsa, siz ishlagan tashkilot tugatilgan va arxivga hujjat topshirmagan bo'lsa, o'sha davrni isbotlash qiyinlashadi. Masalan, odam 15 yil xususiy do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan, har kun ishga borgan, pul olgan, lekin shartnoma qilinmagan, ish haqi plastik kartaga rasmiy tushmagan, soliq to'lanmagan. Bu odam men 15 yil ishladim deyishi mumkin, lekin pensiya hisobida bu 15 yil tan olinmasligi mumkin. Chunki pensiya tizimi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Yana bir misol. Ayol kishi 1992 yildan 2005 yilgacha tikuv sexda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona yopilib ketgan. Muhrni aniq, buyruq raqami yozilmagan. Pensiya yoshiga kelganda jamg'arma arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot olib keling deyishi mumkin. Agar arxivda ma'lumot topilsa, staj hisoblanadi. Agar topilmasa, muammo boshlanadi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiyaga chiqishga 1 oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Birinchi navbatda norasmiy ishlaganlar xavotir olish kerak. Agar siz yillar davomida qurilishda, bozorda, savdoda, fermer xo'jaligida, ustachilikda, xizmat ko'rsatishda ishlagan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomangiz bo'lmagan bo'lsa, bu davr staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Men hayotiy misol keltiraman. Erkak kishi 20 yil davomida ustachilik qilgan, uyma-uy yurib ta'mir ishlari qilgan, daromadi yomon bo'lmagan, oilasini boqqan,
lekin rasmiy yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan. Mehnat shartnomasi yo'q. Pensiya yoshiga kelganda uning rasmiy staji atiga 8 yil chiqsa, u to'liq yoshga doir pensiya olishda qiynaladi. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida xato borlar. Masalan, familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova deb yozilgan. Tug'ilgan sana pasportdagidan boshqacha tushgan. Ishga kirgan sana bor, lekin bo'shagan sana yo'q. Muhr o'qilmaydi. Korxona nomi to'liq yozilmagan. Mana shunday mayda ko'ringan xatolar pensiya tayinlashda katta to'siqqa aylanishi mumkin. Chunki davlat organi shubhali yozuvni avtomatik qabul qilmaydi. Tasdiq talab qiladi. 3-guruh sobiq kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaliklari, kooperativlar, eski zavod, fabrikalar, tugatilgan xususiy korxonalarda ishlaganlar. Bu joylarning hujjatlari ko'pincha arxivga to'liq topshirilmagan bo'ladi. Ba'zida ish haqi vedomoslari yo'qolgan. Buyruqlar saqlanmagan, xodimlar ro'yxati topilmaydi. Fuqaro butun qishloq biladi. Men shu yerda ishlaganman deydi. Lekin pensiya masalasida butun qishloq biladi degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat kerak. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Masalan, fuqaro 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda ishlagan. Agar u yerda rasmiy ishlagan, tegishli sug'urta badallari to'langan. Xalqaro kelishuvlar doirasida ma'lumot almashish imkoni bo'lsa, ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin norasmiy ishlagan bo'lsa, men Moskvada 10 yil ishladim degani O'zbekistonda avtomatik pensiya stajiga aylanmaydi. Shu sabab chet eldan qaytganlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. 5-guruh uy bekalari va uzoq vaqt ishlamaganlar. Ayol kishi bolalarni tarbiyalagan, oilaga qaragan, lekin rasmiy ish staji kam bo'lishi mumkin. Qonunchilikda ayrim bolani parvarishlash davrlari stajga kiritilishi mumkin. Lekin buning ham chegarasi, sharti va hujjati bor. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh, familiya o'zgarishi, bola parvarishi bilan bog'liq ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni elektron mehnat tizimiga kiritgan bo'lsa, oyligingiz rasmiy hisoblanayotgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinayotgan bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin baribir tekshiruv zarur. Chunki ba'zan odam rasmiy ishlayapman deb o'ylaydi. Aslida ish beruvchi uni yarim stavka qilib ko'rsatgan bo'ladi yoki umuman shartnoma qilmagan bo'ladi. Masalan, odam oyga 1 million so'm olayapti, lekin hujjatda 20 million 200 ming so'm qilib ko'rsatilgan. Bugun bu farq sezilmasligi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida daromad ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi. Rasmiy daromad qancha past bo'lsa, pensiya miqdori ham shunga yarasha kamroq chiqishi mumkin. Shuning uchun menga hozir naqd pul bersa bo'ldi degan yondashuv uzoq muddatda zarar keltiradi. Davlat tashkilotlarida, yirik korxonalarda, banklarda, maktab, bog'cha, shifoxona, hokimlik, zavod kabi joylarda rasmiy ishlaganlarda odatda hujjatlar yaxshiroq saqlangan bo'ladi. Ayniqsa bu ham 100 kafolat emas, 2000 yillar va 2000 yillar boshdagi hujjatlar bo'yicha tekshiruv qilish foydali. Asosiy qoidani juda sodda aytaman. Pensiya tizimi uchun ishlaganman degan gap yetarli emas. Qachon ishlaganman, qayerda ishlaganman, qanday lavozimda ishlaganman, bu davr qaysi hujjat bilan tasdiqlanadi? Rasmiy to'lovlar bo'lganmi degan rasmiy javob bo'lishi kerak. Birinchi misol. Erkak kishi 60 yoshga yaqinlashdi. Uning mehnat daftarchasida 1994 yildan 1994 yilgacha zavodda ishlagani bor. Keyin 1935 yildan 2005 yilgacha bozorda savdo qilgan, lekin rasmiy emas. 2006 yildan 2024 yilgacha qo'riqchi bo'lib rasmiy ishlagan. Bu odamning rasmiy staji taxminan zavoddagi 10 yil va qo'riqchilikdagi 15 yil bo'lishi mumkin. Jami 28 yil. Agar zavod hujjatlari tasdiqlansa, muammo kam. Ammo bozor davri hujjatsiz bo'lgani uchun hisobga kirmaydi. Bu odam pensiya olishi mumkin, lekin men 7 yil ishladim deb hisoblagan davrining hammasi tan olinmasligi mumkin. Ikkinchi misol. Ayol kishi 25 yoshga yetmoqda, tekstil maktabda ishlagan. Keyin 15 yil uyda bolalarni tarbiyalagan. Keyin 10 yil tikuvchilik qilgan. Lekin uyda buyurtma olib ishlagan. Rasmiy staj atiga 2 yil bo'lib qolsa, bu juda katta muammo. Agar bola parvarishi davrlarining bir qismi qonun bo'yicha hisobga olinsa ham, hammasi avtomatik qo'shilmaydi. Tikuvchilik rasmiy tadbirkorliksiz bo'lgan bo'lsa, u ham staj bo'lmasligi mumkin. Demak, bunday ayollar oldindan pensiya jamg'armasiga borib, aynan qaysi davrlar hisobga olinishi mumkinligini aniqlashi shart.
Uchinchi misol. Fuqaro 2000 yildan 2020 yilgacha xususiy firmada haydovchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin firma 2010 yilda nomini o'zgartirgan. 2015 yilda boshqa MCKJ ga aylangan. 2020 yilda tugatilgan. Agar hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lsa yaxshi. Agar topshirilmagan bo'lsa, haydovchi o'sha 20 yilni isbotlash uchun sobiq rahbarni izlaydi, arxivga murojaat qiladi, sudga borishga majbur bo'lishi ham mumkin. Mana shuning uchun ish beruvchidan vaqtida ma'lumotnoma olish juda muhim. 4-misol. Yigit 25 yoshdan 65 yoshgacha chet elda ishladi. Pul topdi, uy qurdi, mashina oldi. Lekin rasmiy sug'urta to'lovlari yo'q. 25 yoshda qaytib kelib, endi 25 yil rasmiy ishlasa, pensiya yoshiga borganda staji cheklangan bo'ladi. Demak, chet elga ishlashga ketayotganlar ham o'sha davlatda rasmiy ishlashga, shartnoma qilishga, sug'urta masalasini bilishga harakat qilish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv bor bo'lsa ham, u doim mutlaq dalil bo'lavermaydi. Agar yozuvda tuzatish bo'lsa, sana ustidan chizilgan bo'lsa, muhr boshqa tashkilotniki bo'lsa, lavozim yoki buyruq raqami yo'q bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Pensiya faqat stajga emas, ayrim hollarda o'rtacha ish haqiga ham bog'liq bo'ladi. Shuning uchun stajim bor degan bilan ish bitmaydi. Agar ish haqi haqidagi ma'lumotlar topilmasa yoki juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi mumkin. Odam men yaxshi oylik olganman deydi. Lekin vedomostiy summa turgan bo'lsa, hisob hujjatdagi raqamga qarab qilinadi. 3-nozik jihat o'qish davri. Ko'pchilik institutda o'qigan yillarim stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masala qonunchilikdagi aniq shartlarga bog'liq. Har doim ham har qanday o'qish davri avtomatik stajga qo'shilmaydi. Qaysi yillar qanday ta'lim shakli, qaysi qonun davri amal qilgani muhim. Shuning uchun diplomni saqlash arxiv ma'lumotini olish, kunduzgi yoki sirtqi o'qish bo'lganini aniqlash kerak. 4-nozik jihat, harbiy xizmat. Erkaklar uchun muddatli harbiy xizmat davri ko'p hollarda muhim ahamiyatga ega. Lekin buni ham harbiy bilet, ma'lumotnoma, xizmat davrini tasdiqlovchi hujjat bilan ko'rsatish kerak. Harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qilib tiklash lozim. 5-nozik jihat, familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda bu juda ko'p uchraydi. Qizlik familiyasi bilan mehnat daftarchasi ochilgan. Keyin turmushga chiqib familiya o'zgargan. Keyin yana boshqa hujjatlarda boshqa yozilgan. Bunda nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar hujjatlar mos kelmasa, pensiya tayinlash cho'ziladi. 6-nozik jihat, tadbirkorlik davri. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki dehqon xo'jaligi a'zosi bo'lib ishlagan davrlar uchun to'lovlar qilinmaganiga qaraladi. Ro'yxatdan o'tganman degani yetarli emas. Agar belgilangan to'lovlar qilinmagan bo'lsa, davr to'liq hisoblanmasligi mumkin. Shu bois tadbirkorlar soliq organlaridan o'z to'lovlari bo'yicha ma'lumotnoma olib qo'yishlari kerak. 7-nozik jihat, imtiyozli pensiya. Ba'zi kasblar og'ir, zararli yoki alohida sharoitli ishlar sifatida imtiyoz berishi mumkin. Lekin bu juda aniq ro'yxatlar, lavozim nomlari, attestatsiya va hujjatlar bilan bog'liq. Masalan, odam zavodda ishlagan, lekin lavozim hujjatda boshqa nom bilan yozilgan bo'lsa, u imtiyozdan foydalana olmasligi mumkin. Men zararli sexda ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Lavozim va ish sharoiti rasmiy tasdiqlanishi kerak. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-baqadam tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling va o'lmay taqashi yoshingizdan boshlab qayerda ishlaganingizni yillar bo'yicha yozing. Masalan, 1992 maktab, 1995 zavod, 1995-2002 fermer xo'jaligi, 2002-2010 xususiy firma, 2010-2024 hozirgi ish joyi. Har bir davr yoniga hujjat bor yoki hujjat yo'q deb belgilang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi har bir yozuvda ishga qabul qilingan sana, buyruq raqami, lavozim, ishdan bo'shatilgan sana, muhr va imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar yozuv noaniq bo'lsa, hozirdan o'sha tashkilotga yoki uning huquqiy vorisiga murojaat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga boring. 3-qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring.
Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda yuritiladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlari, mehnat tizimlari orqali rasmiy ish joylaringiz, to'langan soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinishini tekshirish mumkin. Agar internetdan foydalanishga qiynalsangiz, farzandingizdan, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga oldindan murojaat qiling. Pensiyaga chiqishingizga hali 2 yil bo'lsa ham boring. Mening stajimni oldindan ko'rib bering. Qaysi davrlar bo'yicha hujjat yetishmayapti deb so'rang. Bu juda muhim, chunki muammo erta aniqlansa, uni hal qilish osonroq bo'ladi. Pensiya yoshiga bir hafta qolganda arxiv qidirish, sudga murojaat qilish, ma'lumotnoma olish juda qiyin. 5-qadam. Arxiv ma'lumotnomalarini yig'ing. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, arxivdan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomotlari, shaxsiy tarkib hujjatlari bo'yicha ma'lumot so'rang. Arizangizda to'liq ism, familiyangizni, tug'ilgan yilingizni, ishlagan taxminiy yillaringizni, korxona nomini, lavozimingizni yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham ko'rsating. 6-qadam. Ish haqi ma'lumotlarini alohida yig'ing. Ko'pchilik faqat stajni o'ylaydi, lekin pensiya miqdoriga daromad ham ta'sir qiladi. Shuning uchun eski ish joyingizdan yoki arxivdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma so'rash foydali. Ayniqsa yuqori oylik olgan davrlaringiz bo'lsa, ularni hujjat bilan tasdiqlashga harakat qiling. 7-qadam. Shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqida hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, tadbirkorlik guvohnomalari, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar bir joyda bo'lsin. Men tavsiya qilaman, alohida papka oching, hujjatlarning nusxasini ham qiling, telefoningizda suratga olib saqlang. 8-qadam. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, hoziroq talab qiling. Bugun norasmiy ishlash ertaga pensiya muammosi degani. Ish beruvchiga meni rasmiy ishga oling, mehnat shartnomasi tuzing. Oyligimni rasmiy ko'rsating deb aytishdan uyalmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar ish beruvchi rad etsa, mehnat inspeksiyasiga murojaat qilish mumkin. 9-qadam. Rad javobi olsangiz taslim bo'lmang. Pensiya jamg'armasi biror davrini stajga qo'shmasa, sizdan qo'shimcha hujjat so'rasa yoki rad javobi bersa, yozma javob oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javobda qaysi sabab bilan rad etilgani ko'rsatiladi. Shundan keyin arxiv, tashkilot, davlat organlari yoki zarur bo'lsa sud orqali masalani hal qilish mumkin. 10-qadam. Boshqa birovning gapiga emas, rasmiy manbaga tayaning. Mahallada, bozorda, qarindoshlar orasida endi pensiya yo'q emish. Hammani stajini bekor qilishar ekan. O'zim bo'rgim uchun sonli qonun hammani pulsiz qoldirar ekan degan gaplar ko'payadi. Men bunday gaplarga ko'r-ko'rona ishonmaslikni maslahat beraman. Har bir odamning holati alohida. Kimning staji bor, kimniki yo'q, kimning hujjati to'liq, kimniki yetishmaydi. Natija ham shunga qarab bo'ladi. Pensiya bu faqat qariyalar masalasi emas. Bu har bir ishlayotgan odamning kelajagi. Bugun 30 yoshda bo'lgan odam pensiyaga hali uzoq deb o'ylaydi. Lekin staj bugundan yig'iladi. Agar 30 yoshdan 45 yoshgacha norasmiy ishlasa, keyin 15 yil ichida hammasini to'ldirish qiyin bo'lishi mumkin. Bugungi har bir rasmiy ish oyi ertangi pensiya huquqining poydevori. Ota-onalar uchun ham bu masala muhim. Ko'p farzandlar ota-onasining hujjatlarini tekshirmaydi. Pensiya yoshiga yetganda esa birdan muammo chiqadi. Arxiv topilmaydi, mehnat daftarchasi yo'qolgan, korxona yopilgan, familiya mos kelmaydi. Shuning uchun men farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizning hujjatlarini bugunoq ko'rib chiqing. Ularga yordam bering. Ular internet, portal, elektron tizimlardan foydalanishga qiynalishi mumkin. Yana bir katta muammo shuki, ayrim odamlar pensiya tayinlangandan keyin ham miqdoridan norozi bo'ladi. Nega qo'shnim ko'proq oladi, men kamroq olaman deydi. Sabab odatda staj, ish haqi, rasmiy to'lovlar, hujjatlarning to'liqligi bilan bog'liq. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil rasmiy, qolgani norasmiy ishlagan. Albatta natija bir xil bo'lmaydi. Bugungi gapning asosiy mazmuni shunday. Yangi tartiblar odamni avtomatik pensiyasiz qoldiradi deb vahima qilish to'g'ri emas, lekin hujjatsiz, norasmiy
tasdiqlanmagan ish davrlari katta xavf tug'diradi. Dokun bundil M3 sonli hujjat atrofidagi eng muhim signal shuki, endi har bir davr aniq tasdiqlanishi staj va daromadlar hujjatlarda ko'rinishi kerak. Kim rasmiy ishlagan va hujjatlari joyida bo'lsa, qo'rqmasin. Kimda hujjat kamchiliklari bo'lsa, hozirdan harakat qilsin. Men sizga aniq maslahat beraman. Mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron ma'lumotlaringizni ko'ring, arxivdan ma'lumotnoma oling. Pensiya jamg'armasiga oldindan murojaat qiling. Ish beruvchidan rasmiylashtirishni talab qiling. Bu ishlarni bugun qilsangiz, ertaga o'zingizni ham, oilangizni ham katta tashvishdan saqlaysiz. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillaringiz taja kirmayapti? Qaysi hujjatni topa olmayapsiz? Pensiya jamg'armasi sizdan nima so'radi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot ko'p odamning pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Men esa siz uchun qonun va pensiya masalalarini oddiy, tushunarli va foydali qilib tushuntirishda davom etaman.